Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 16-qismi. Bugun darsimiz davomida ism turkumiga kiruvchi arab tilida juda ham ko'p foydalanadigan domirlar, ya'ni olmoshlar haqida gaplashamiz. Olmosh so'zi o'zbekcha bo'lgani bilan bu so'zdan juda ham kam foydalanamiz. Shu sababli ham biz bu so'zni yaxshi tushuna olmasligimiz mumkin. Lekin buni gaplarda kelgan vaqtimizda, misollarda kelgan vaqtimizdachi, buni osongina payqaymiz. Faqatgina nomlanishini bilmaymiz. Qarang, men misol uchun gapimda Muhammad urdi va Muhammad ketdi desam, siz ustoz bu gapingizda ikkita Muhammadni ishlatdingiz. Ikkinchi gapda Muhammadni o'rniga u desangiz to'g'riroq bo'ladi deysiz, to'g'rimi? Shunda biz gapda foydalanayotgan vaqtimizda kitoblarda ham xuddi shu shaklda ishlatamiz. Muhammad urdi, Muhammad ketdi demaymizda, Muhammad urdi, u ketdi. Ya'ni ikkinchi gapimizda Muhammadning o'rniga keladigan u so'zimiz olmosh deyiladi. Bu mavzu o'zbek tilidan farqli o'laroq arab tili kengroq. Shunday bo'lsa-da, darsni diqqat bilan tinglasangiz, bu mavzuni oson o'rganib olasiz. Domirlar ism turkumiga kiradi va bularni gaplarda kishilarni o'rniga yoki narsalarni o'rniga o'rinbosar sifatida ishlatamiz. Misol uchun qarang, Hamidun tajirun. Hamid tijoratchidir. Endi gapimni davom ettirib, Hamidun g'aniyun desam, siz bu o'rinda ozgina g'alizlik, ya'ni gapimizda ozgina qiyinchilikni ko'rdingiz. Ya'ni bir gapda Hamid so'zi 2 marotaba keldi. Mana shu o'rinda ikkinchi gapimizdagi Hamidni o'rniga u so'zni olib kelamiz. Huva so'zi arab tilida u degan ma'noni bildiradi. Endi gapimizni qaytadan o'qib ko'ramiz. Hamidun tajirun, huva g'aniyun. Hamid tijoratchi, u boydir. Mana shu gapda kelgan huva kalimasi domir deyiladi. Demak, umumiy holatda tushunib oldik. Domirlarni gaplarda narsalarni yoki kimlarnidir o'rniga o'rinbosar sifatida ishlatsak bo'lar ekan. Misol uchun Muhammad, Hamid deb o'tirmas ekanmizda, balki u deb qo'yar ekanmiz. Endi o'zbek tilida domirlar juda ham kam. 6 tagina domir bor. Men, bizlar, siz, sizlar, u, ular. Lekin arab tilidachi? Keling shuni doskaga yozib sizga batafsil shaklda tushuntiraman. Arab tilida eng ko'p ishlatiladigan domirlar bular 3-shaxs, ya'ni u degan domirlarimiz. Misol uchun arab tilida u degan vaqtimizda huvani ishlatamiz. Endi bu birlik, ya'ni bitta odamni nazarda tutayotgan vaqtimizda. Endi buni ko'plik shaklichi? Ko'plik shakli hum, ya'ni ular degan ma'noni bildiradi. Bunga qo'shimcha ravishda o'zbek tilidan farqli o'laroq arab tilida ikkilik bor. Ya'ni ular degan vaqtimizda ikki kishini nazarda tutsak, huma deymiz. Huva u degani, huma u ikkalasi, hum ular degani. Endi ayni shu so'zlarni muannas shakllarni ham o'rganamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'k yozuvda men muzakkarlarni yozyapman, pushti yozuvda muannaslarni yozyapman. U bitta ayol demoqchi bo'lsak, hiya deymiz. U ikkita ayol demoqchi bo'lsak, huma deymiz. Endi ular ayollarni nazarda tutib aytadigan bo'lsak, hunna deymiz. Tushunarli bo'ldi-ya? Hiya bitta ayol, huma ikkita ayol, hunna ayollar jamoasi. Faqat bular 3-shaxs barchasi. Demak, 3-shaxsda 6 ta domir bor ekan, 6 ta olmosh. O'zbek tilida umumiy shaklda 6 ta domir bor edi. Lekin arab tilida 3-shaxsni o'zida 6 ta domir bor ekan. Nima uchun domirlarimiz ko'paydi? Sababi arab tilida birlik bor, ikkilik bor va ko'plik bor. Shu bilan birgalikda muzakkar va muannas, ya'ni jins kategoriyasi bor. Shu sababli ham jins kategoriyasidan ham ajradi va birlik, ikkilik va ko'plikda bir-biridan ajradi. Nega aynan 3-shaxsdan boshladim? Sababi arab tili 3-shaxs juda ham ko'p foydalanadi. 1-shaxs va 2-shaxsga nisbatan. Endi keling birgalikda 2-shaxsni ham o'rganamiz. Avval muzakkar shakli, keyin muannas shakli. Sen degani yoki siz degani anta. Arab tilida sizlash yoki sensirash yo'q. Shu sababli ham antani sen yoki siz deb tarjima qilaveramiz. Bu birlik. Antuma ikkilik shakli, ya'ni siz ikkalovingiz degan. Antum esa bu sizlar degan ma'noni ifodalaydi. Endi ayni shu muannasi anti siz degani bu muannasda yoki sen degani. Antuma siz ikkalovingiz degani. Antunna esa sizlar degan ma'noni ifodalaydi. Hozir ko'rgan misollarimizning barchasi 2-shaxs edi. 2-shaxs degani, qarang, 3-shaxs deganimiz bu yo'q odam bo'lsa, 2-shaxs degani bu ro'paramizdagi odam. Siz yoki sen yoki sizlar yoki siz ikkalovingiz ma'nosida ishlatamiz. Endi 3-shaxs deganimiz bu yo'q odam. Ya'ni biz oldimizda yo'q odam haqida gapirayotgan vaqtimizda 3-shaxs deb nomlanadi.
Endi birinchi shaxschi, ya'ni o'zimiz haqimizda gapirsakchi. Endi mana shuni keling birgalikda yozib o'rganamiz. Men demoqchi bo'lsam, arab tilida ana deyman. Agar biz demoqchi bo'lsamchi, nahnu deb qo'yaman. Birinchi shaxs juda ham oson. Sababi birinchi shaxsda jins kategoriyasi ham yo'q va ikkilik shakllari ham yo'q. Arab tilidagi domirlar mana shulardan iborat. Ya'ni uchinchi shaxsda 6 ta, ikkinchi shaxsda 6 ta va birinchi shaxsda 2 ta. Sizlarda bir qo'rquv bo'lishi mumkin, kelasi darsgacha hozir har birini yodlab olishim kerak deb. Yo'q, kelasi darsimizgacha faqatgina shu 4 tasini eslab qolsangiz kifoya. Ya'ni huva, u degani, hiya ayni shu so'zni muannasi. Ana men degan bo'lsa, anta esa siz degan ma'noni ifodalaydi. Mana shularni eslab qolsangiz kifoya. Qolganlarini esa daftaringizga xuddi shu shaklda yozib qo'ying. Kelasi darslarimizda misollar bilan birgalikda bularni barchasini foydalanamiz va shu orqali asta-sekinlik bilan inshaalloh eslab qolamiz. Men daftarga ko'chirishingiz uchun qulay shaklda doskaga yozib berdim. Bugunga shu yergacha yetadi. Silsilaviy darslarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida fikrlaringizni yozib qoldiring. Men sizlarga ishonaman. Sizlar haqiqiy arab tili mutaxassisi bo'lasizlar, inshaalloh.